Yaqinlaringizni arab tilida maqtashni xohlaysizmi? Hozir sizlar bilan shu iboralarni o'rganamiz. Birinchisi, Mashaallohu alayk. Bu ibora kimdir yaxshi ish qilsa yoki biror yutuqqa erishsa, maqtash sifatida ishlatiladi va qanday zo'rsan, qanday yaxshi deb tarjima qilinadi. Ikkinchisi, anta ro'i'. Ajoyibsiz. Uchinchisi, amal mumtaz. Bu ishni zo'r qilibsiz. To'rtinchisi, barakallohu fik. Alloh sizga baraka bersin. Beshinchisi, ahsanta yoki ahsanti. Juda yaxshi. Oltinchisi, vallohi anta muhtaram. Siz hurmatli insonsiz. Yettinchisi, anta inson tayyib. Siz yaxshi insonsiz. Sakkizinchisi, hafizakalloh. Sizni Alloh asrasin. To'qqizinchisi, anta karim. Siz saxiy insonsiz. Va 10-chisi, jazakallohu xayron. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Yaqinlaringizni xursand qilish uchun albatta shu so'zlarni ularga ayting va bundan da foydali iboralarni o'rganish uchun sahifamga obuna bo'ling.